Prezident Shavkat Mirziyoyev Osiyo Olimpiya kengashining 46-bosh assambleyasida ishtirok etdi. Tadbirda xalqaro va mintaqaviy sport tashkilotlari, olimpiya qo'mitalari, WADA, xalqaro federatsiyalar rahbarlari hamda bir qator davlatlarning sport vazirlari qatnashdi. Prezident nutq so'zida sport global ziddiyatlar sharoitida ham muloqot, o'zaro anglashuv va hamkorlikni mustahkamlovchi universal vosita ekanini ta'kidladi. Shuningdek, Shayx Jav'an bin Hamad Ol Soniyni Osiyo Olimpiya kengashi prezidenti etib saylangani bilan tabrikladi. O'zbekistonning Osiyo Olimpiya kengashi bilan hamkorligi rivojlanib borayotgani, jumladan mamlakatimiz 2029-yilga Yoshlar Osiyo o'yinlariga mezbon etib tanlangani qayd etildi. Yangi O'zbekistonda sport sohasida olib borilayotgan islohotlar, Prezident Olimpiadasi, Olimpiya shaharchasi qurilishi, sportchilarning xalqaro maydondagi muvaffaqiyatlari va 15 milliondan ortiq aholi ommaviy sport bilan shug'ullanayotgani alohida ta'kidlandi. Assambleya doirasida xalqaro sport tashkilotlari bilan 20 dan ortiq hamkorlik bitimlari imzolandi. O'zbekistonning halol sport va dopingga qarshi kurash borasidagi qat'iy pozitsiyasi yana bir bor tasdiqlandi. Tadbir yakunida Shayx Jav'an bin Hamad Ol Soniy O'zbekiston Milliy Olimpiya qo'mitasining shon-sharaf ordeni bilan taqdirlandi.